lekin 25 millionini oldim. Nimaga? O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l. Xonimning vijdonlari qiynaldi. Ha, nimagadir vijdonim qiynaldi. Rahmim keldi. Men qarayga kulgan maqsadmagan. Uni 5 batar ishlarni qilgansan-ku. Nima qoldirding 5 millionni hayronman. Qilganman. Lekin hayronman. Nimaga bunaqa qilganimga? Pulni chiqarib olish kerakmi? Buni tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q. Xotinim ketib qoldi. Shunga azab tutib o'tiribsizmi? Voy. Kecha nima ko'p, sizda oshxonaringiz ko'p-ku? Dadamga aytib qo'yishdan qo'rqyapman, tushunyapsanmi? Esa nima qilibdi? Turkiyaga birga qochib ketamiz. Kecha qizimni sog'indim deb ko'zingni yoshlab o'tirdim. Ota-onam meni deb o'lib ketishini xohlamayman siqilib. Qiynaladigan vijdon sizda ham bor ekan. Bo'pti, ketdingmi? Nima dedi doktorlar? Qizamiz deyishdimi? Ha, homilani tushish xavfi bor ekan. Aytaveradi. Uni bizdan ko'proq pul shirish uchun shunaqa deyishgan. Yo'q, rostdan shunaqa. Mana farzandli bo'lgan nechta dugonam o'zi hammasi yotib davolanib chiqqan. Unda bunaqa qilamiz. Ishxonangdan bir hafta joy bor. Uyda damingni olasan. Bir hafta hech qayerga chiqmasdan savozga kelaversan. Hosil aka, kasalxonada davolanish kerak, uyda emas. Kumush, o'zi kreditdan muammoyimiz bor. Erta-indin kreditga to'lab qo'ying degan xabar keladi esingizga. Sen shuni tushungin, iltimos, vaziyatga qarab ish qilaylik. Hozir bizga umuman ko'nglimizga ham sig'maydi. Pulimiz ham yo'q emas. Xo'p, tushundim, lekin qanaqa qilib to'lamoqchisiz o'sha kredit? Qarz olasizmi? Yo'q. Kredit olamiz yana. O'sha taktikani qo'llaymiz. Yangisini olamiz, eskisini yopamiz. Bo'ldi. Shu bilan o'tib ketadi. Xotirlama. Doktorlar ko'p o'tiraveradi. Ularning maqsadi faqat pul. Kimdir keldi shekilli hozir. Kim ekan? Dadingiz? Dadam? To'xta, o'zim ochaman.